Ana shu fuqaroning yonida narkotik modda aniqlangan. Ichki ishlarga olib kelindi hozir shu fuqaro endi qonunga javob beradi. Yurtdoshlarimizdan qonunga ishlarini so'rab qolamiz. Xavfsiz sog'lom yurt oligida ko'plab holatlar aniqlanmoqda. Qonun ustuvor jazo muqarrar. Assalomu alaykum. Necha yoshsiz? 21 yosh. Sizdan nima aniqlandi? Qachon aniqlandi? Noqonuniy Narkotik moddasi. Nima qilmoqchisiz bu narsani? testiga olib bermoqchi. Olib bergansiz necha pul olardingiz? 500 million. Qayerdan siz? Qanday? Qayerdan? Nima deysiz O'zbekiston aholisiga, yurtdoshlarga bilasizmi? Mumkin emasmi narsa? Mumkin emas, bu ishni qilmaslikka maslahat beraman. Instagramdan o'sha reklamalar chiqadi, u reklamalarga qiziqmaslikka maslahat beraman. Har vaqt beramiz. Kelishimni yaxshi. Adresingizni yaxshi ko'rasizmi? Sog'lig'ingiz bilan? Ichki ishlar xodimlariga Ichki ishlar xodimlariga kattakon rahmat. e'tiroz yo'q. E'tirozim yo'q, kattakon rahmat aytaman. Yo'limdan qaytarganim uchun. Ushbu fuqaro qonunga javob berdi. Ushbu holat bo'yicha Mirobod tuman ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan hozirgi tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Qonun ustuvor jazo muqarrar.